Hamma joyda mana Gulnor Ikramni o'z xabaringiz bor. Hamma joyda oilang tinch, yurting tinch kerak bo'lsa deb mana shunday targ'ibot tashviqot ishlari ketyapti. O'ng qanotingiz yosh oila ilmiy markazining rahbari bo'lsin. Xudo xohlasa shundoq bir yangilik kirib kelish kerak. Har bir viloyatgami, yo shahargami, yo tumangami byudjetdan orttirgan mablag'lar hisobiga mana har bir tumanda mana shunaqa qilgan, qo'lidan kelgancha tashkil qildi. Oila maskanlari bugun bor. Yosh oila maktabi ichida faoliyatini olib boryapti, lekin jamoatchilik asosida. Biz adliya bilan kelishib, agar bizni maktabda sertifikatini olmasa, nikohdan o'tkazmaymiz deb kelishib qo'yganmiz. Kelishuv memorandum qilganmiz, fidoyilar bilan imzolaganmiz. Bugun fidoyilar 30 yoshga kirmagan nikohlanuvchilarni agar mana shu maktabni bitirib, sertifikatini olib bormasa, o'tkazmayapti nikohdan. Shuning uchun ular kelyapti. Majburiyligi shunda maktabda o'qishyapti.